Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaring tinchmisizlar? Sog'lig'ing yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Biz bir nimaga qo'l urmoqchimiz, Xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Granit, metallogranit, tabiiy tosh, Xitoydagi va hokazo shu sohaga taalluqli narx-navo nima kerak bo'lsa, Xudo xolasa biz tanishtirib boramiz qo'limizdan kelgancha. Qo'llab-quvvatlanglar bizni. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerda jitir-jitirlarga yozmasdan bizga ham laklar bosib beringlar. Sog' bo'lasizlar hammalaring, xonadonlaring tinch bo'lsin. O'zbekiston osmonlari musaffo bo'laversin. Sog' bo'lasizlar. Nima ishlar tanishtirmoqchi? Ustamisiz siz o'zi? Ustaman? Ha, nima ish qilasiz? Granitchi. Granitchi. Ha, o'zi nimada yozib qo'ygan-mi? Yozib qo'ygani, bu yerdan ko'radi-yu, o'zbekcha yozganmiz, xitoycha bas. Ha. Ko'pirga xitoyliklarga salom. Sun gan sun gun.